Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha hamma tanigan Hero uz Minecraft. Bugungi videomizda biz mana o'sha kommentariya o'tgan video kommentariyasini kafe quring iltimos deb yozishdi. O'sha kafeni qurib bo'ldim men sizlarga uni ko'rsataman, lekin undan avval mening kanalimga obuna olib va like bosishni unutmang. Men yaqinda 900 ta bo'lishim kerak. Qani bolalar, videoga go. Boshlandi mana videomiz. Mana bu bizning kafe. Mening kurgan kafe. Shu kafe kuring bro deb o'tgan videoda mana ichkarida ko'ramiz, mana tashqarida Heroes Cafe. Mana hali yangi qurib bitirdim. Mana o'tiradigan joylar, mana bu yerda oshxona, o'sha narsa pishiradigan nima oshpaz turadi. Afsonlar ham ishga solishim kerak. Mana tepaki etaj. Mana shu mening qurgan kafem edi. O'shaning uchun meni kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bundan keyin Vijvania masalan One Luke blog, Ski blog, One blog videolarini olish mumkin. Va sizlar bilan men yana bir boshqa narsalar mana shu yerlardan ko'rishim mumkin. Va sizlar bilan men o'sha hero bo'ldim. Mening maqsadim 1K ga yetish, 1K bo'lish, lekin undan 900 ta bo'lishni xohlayman. O'shaning uchun kanalimga like bosib, obuna bo'lsangiz, obuna bo'lmayotgan bo'lsangiz, hozir pastga tushib, mening kanalimga obuna bo'linglar. Sizlar bilan men Hero bo'ldim. Xayr, obunachilar. Yana katta videolar chiqadi. Faqat kutsangizlar. Keyingi videomda men o'zim bilan Vijvania qilishni maqsad qildim. Xayr, sizlar bilan men Hero bo'ldim. Bugungi videomizda Hero chanoqlar kanaliga obuna bo'ling.